Vibe kodlashda ko'p token va vaqt sarflayotgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirgi vaqtda ko'pchilik sun'iy intellekt yordamida Vibe kod qilgan holatda dasturlar, ilovalar, veb-saytlar yaratmoqda. Ushbu jarayonda esa eng asosiy muammo tokenning tugab qolishi yokida ko'p vaqt sarflab sun'iy intellektga nima qilayotganingizni qayta tushuntirish hisoblanadi. Ushbu muammoga juda ham sodda yechim bor. Shunchaki sun'iy intellektga har bir qilinayotgan loyiha doirasida xotira yozib borish. Masalan, men o'zimning har bir loyihamda Redmi MD faylni yarataman va u faylda sun'iy intellekt bilan nimadir ish qilsak, har birini yozib borishini buyuraman. Natijada yangi bir sessiya ochilganda sun'iy intellektga dastlab Redmi MD faylini o'qib kelishini va ushbu loyiha o'zi qanday ekanligini tushunib olishini buyuraman. Shundan so'ng qandaydir qo'shimcha yangiliklar yoki funksiyalar qo'shish kerak bo'lsa, buni sun'iy intellektga aytaman. Sun'iy intellekt loyihani tushunib olgan natijasida esa juda ham tez va sifatli mahsulot yaratishga yordam beradi. Vibe kodlash bo'yicha yanada qiziq ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'ling va videoni Vibe kodlash orqali o'zining maksimum qimmat produktini ishlab chiqishga harakat qilayotgan startapchi do'stingizga yuborib qo'ying. Voh!